Bismillahirrahmanirrahim. Duoning mustajab bo'lish sharaflari, vaqtlari, joylari haqida o'qib beraman. Zikr Allohning bandaga bergan tavfiqi bo'lib, u duo bilan doim birgadir. Ya'ni zikr ko'p hollarda duodir. Duo esa ko'p hollarda zikrdir. Ularni boshqa tasavvur etish mumkin emas. Yanada ochiqroq aytiladigan bo'lsa, zikr bilan Allohga qurbat, yaqinlik paydo bo'ladi. Duodan murod shudir. Duo paytida Allohga yolvorish, iltijo paydo bo'ladi. Zikrdan murod shudir. Yana bir tarafi shuki, zikr sababli duodan kutilgan maqsadga erishiladi. Alloh taoloning ushbu oyati karimasi zikr bilan duoning birligiga yaqqol misol bo'ladi. Bas agar u Allohga doim tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida, albatta u baliq qornida to qayta tiriladigan kunlarigacha, qiyomatgacha qolib ketgan bo'lur edi. Ya'ni Yunus alayhissalom baliq qornida Allohga tasbih aytish bilan zikrda bo'ldilar. Alloh taolo u kishiga iltijo bilan duo qilganidek musibatdan najot berdi. Bu haqda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qilganlar: kim Qur'on tilovati va zikr bilan mashg'ul bo'lsa, unga duo qilib hojat so'rovchilarga beriladigan narsalarning eng afzali beriladi. Shuningdek, takbir, tasbih, tahlil, istig'for, tavba, ne'matlarga shukr, musibatlarga sabr ham aynan zikr sanalib, uning natijasi ham duoning natijasi bilan birgadir. Yaxshi amallar va ibodatlarni qilishdan maqsad duodir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam duo ibodatning mag'zidir deganlar. Inson o'zining moddiy va ma'naviy ehtiyojini Allohga arz etib, qo'lini duoga ochib, undan yordam so'raydi. Bandaga yarashgan ish o'zining ojiz, Allohning yordamiga muhtoj ekanini bilish va Allohning marhamat eshigiga boshini urib, uning marhamatidan umidvor bo'lish va qo'lini duoga ochishdir. Alloh nazdida duo qilgan inson duo qilmagan insonga nisbatan marhamatga loyiqdir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan qilingan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim Allohdan hojatini so'ramasa, Alloh unga g'azab qiladi. Imom G'azoliy aytadilar: agar Allohning qazosi taqdiridan qochib qutulish mumkin bo'lmasa, duoning qanday foydasi bor deb so'ralsa, javob beriladiki, baloni duo sababli qaytarilishi ham Allohning taqdiridandir. Balo ham duo ham Allohning qazosidir. Demak, Allohning bir qazosi hukmi boshqa qazosi hukmi bilan daf etilyapti. Oysha onamiz roziyallohu anhu rivoyatlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedilar: taqdirdan qochishdan ehtiyot bo'lishning o'zi foyda bermaydi. Duoga ega kelgan taqdirda ham, hali kelmagan taqdirdan ham qutultiradi. Albatta balo kelsa, unga duo mazma yuz bo'ladi va
qiyofatgacha olishadi.